Siz psixolog sifatida life coach so'zini uncha ko'pchilik bilmaydi. Bu yo'nalishdagi eng top mutaxassislardan birisiz va eng katta mana shu yo'nalish orqali daromad topayotgan sizga yetishdi. Qanaqa qilib? Nima topishyapti sizdan? Hayotda o'rnini topishadi, o'zini hayotga taqdim qilishni boshlaydi. Boya siz bir fikr aytdingiz, nima bu illat? Inson hayotidagi eng yomon illat o'zini eshitmasligi dedim-ku. O'zini eshitishni boshlaydi, eshitgandan keyin tanishni boshlaydi, tanib anglaydi, anglab xatolar ustida ishlaydi va o'zini hayotga qimmat taqdim qiladi. Ha, men borman. Meni ko'ring, men shu yoqdaman. O'sha fokusni evaziga insonlar katta to'lov qilishga tayyor. Chunki butun umr tasavvur qiling, o'zi bo'lmasdan yashash. Bu necha pulga tushadi?